Oltin qoshiq. O, ana u ham seni do'stingmi? Ha, sinfdoshlarimdan biri. Dayon, do'st deganda nimani tushunasan o'zi? Nima? Haligi do'stmi? Haligi do'st sen bilan vaqtini o'tkazadi. Bir-biringiz bilan vaqtingiz mazmunli o'tadi. Tushunyapsanmi? Do'st bo'lishingiz uchun bir xil tabaqaga mansub bo'lishingiz kerak. Kelajakda bahosi 3 trillion won turadigan Doshin Groupni boshqarasan. Nima deb o'ylaysan? Vaqting qancha turadi seni? Maoshim soatiga 4580 won. Men haftada 6 kun 4 soatdan ishlayman. Demak, 439.680 won bo'ladi, to'g'rimi? Li Sinchon. Sinchon. Isming Li Sinchonmi? Shunaqami? Nimani o'ylayapsan? Senga kassada qanday ishlashni o'rgatdim. Hisob-kitob to'g'ri bo'lmasa, yoningdan to'lashingga to'g'ri keladi. Do'konda biror nima qolmasa, xo'jayinga xabar ber. Nima, men bilan shartnoma tuzilmaydimi? Xo'jayin ota-onangning yozma roziligini so'rashi mumkin. Senga shu kerakmi? Uyingdan qochib ketganga o'xshaysan. Savollar bormi? Demak, yo'q. Shoshma, savolim bor. Yuzingga nima bo'ldi? Urushdingmi? Bu yerda uzoq ishlashni istaysanmi? Bo'lmasa, o'z ishing bilan shug'ullan. Xush kelibsiz. O'zingni ularga xafa qildirib qo'yma. Yana bir gap. Xaridorlarga hech qachon kulib gapirma. Nima? Nega kulmay gapiray? Doim kulib gapirsang, charchab qolasan. Doim kulib gapirsang charchaysanmish. Unda qanday gapirishim kerak? Juda g'alati. Lekin juda yoqimtoy yigit. Yaxshi boring. Endi fojiali hodisa haqida xabar beramiz. Kecha Doshin kompaniyasi tomonidan tez orada buzilishi kutilayotgan bir uydan 3 kishining o'ligi topildi. Politsiya bunga sabab qilib oilaning kam ta'minlanganini ko'rsatmoqda. Shuning uchun hammalari o'z joniga qasd qilishgan. Tergov ishlari davom etmoqda. Ularning o'g'illari xususiy maktab o'quvchisi. Yonidan quti topilgan. Unda yangi krossovka bo'lgan. Endi tafsilotlarni muxbirimiz Hyon Myunshikdan eshitamiz. Eshitaman seni. Oyi, momo chiqdi. Uy egasi yana keldi. Ulqani. To'laymiz, iltimos ketinglar. Albatta to'laymiz. Voy, zumra shay. Injila. Voy, 3 oy muhlat bersam, keyin 2 barobar to'laymiz deganding. Endi sen yana ortga suryapsanmi? Nima 2 barobar ko'proqmi? Bu qanday bema'nilik? Kim sizga bunday dedi? Nima? Hali xabaring yo'qmi? Bu gapni dadajoning aytgan, tushundingmi? Nima, dadam? Yana mashhur rassomligini, puldan muammo bo'lmasligini aytganda. Meni aldagan ekan. Hech qanaqa Lechol ismli rassom yo'q ekan. Buni qanday tushuntirasan? Avans olishim bilan pulni yetkazib beraman. Jim bo'l. Ering kelmaguncha bu yerdan ketmaymiz, tushundingmi? Qani yigitlar, joylashib olinglarchi. Xo'p. Qani. Men esa yotib olaman. Ana shunday. Oyi, Sinchon keldi. Sinchon, ishing tugadimi? Salom berishni ham bilmaydi. Yaxshi maktabda o'qisa nima shunga? Buncha qo'pol buning.
Dadamni kutayotganingizni aytdingizmi? U shu yerda. Dada, nega berkinib oldingiz? Chiqing. Hoy, ahmoq. Ha, aytgancha, dadamning ismini yozib qidirsangiz ma'lumot topa olmaysiz. Uni rasmli komikslari bir necha yillar oldin chop etilgan. Voy. Nima suvarakmisan? Nega yashirinib olding? Shaolinning asl mohiyati kitobini o'qiganmisiz? 100 mingta nusxada sotilganda. Gaplashib olinglar. Voy, Sechon. Ke hisobni to'g'rilab qo'yamiz. Bu 50 ming won. 10 ta tarsakini puli. Nima aqldan ozdingmi? Bilaman dadamni yomon ko'rasan, lekin nega bunday qilding, a? Nima? Shuncha puling bormidi? Yo'q, ular meniki emas. Ularni topish uchun qancha qiyinchilikdan o'tganman. Seni puling butun oilani puli degani. Bu pulni ijaraga bersang bo'lardi-yu. Bu pul muammoni hal qilmaydi. 400 ming won qarzimiz axir. O'zlari qiyin ahvolda bo'la turib nega kafil bo'lishgan ekan? Ular amakim kasod bo'lishini bilishmagan. Shunchaki dadam juda sodda. Ko'zingni och. Bu qarzni to'lash uchun butun umrimiz ham yetmaydi. Sen bor yo'g'i 550 ming won topasan, oyim esa arzimas choychaqa oladi. Qarzni qanday to'laymiz? Bu bilan nima demoqchisan? O'zing topgan pulga o'zing yashamoqchimisan? Shunaqami? Men yetarli darajada yordam berdim. Har maoshimdan kommunal to'lov, ijaraga va boshqa narsalarga ko'maklashdim. Men yashab qolishga urinyapman. Shunday ekan, men ishlarimga burningni suqma. Chiqib ket. Yo'qol dedim senga. Boshqa kirma. Haddidan oshibdi-ku. Qo'y. Eshikni och. Hoziroq eshikni och deyapman. Och deyapman senga. Lesinchon. Oyi, unga nima bo'lgan o'zi? Jinsokni o'ylab xafadir. Unga nima bo'libdi? Nega gapirmayapsiz? Jin ursin. Kambag'allik gunoh. Pul yo'q bo'lsa ham yashasa bo'ladi. Og'zimni ochsam hididan o'lib qolasan. Oh, juda ajoyib-ku, ha? Shu asosida serial suratga olsa bo'ladi. Muallif kim ekan? Lichol? O'zi har kuni komiks o'qiysiz. Endi boshlang'ich mualliflarni ham o'qiyapsizmi? Agar prezident bilib qolsa, Shuning uchun ham seni chaqirdim. Ogoh bo'lib turasan. Janob Kan qo'ng'iroq qilsa aytasan. Kan emas, Gon. Nega uning ismini eslab qola olmaysiz? Kan, Gon nima farqi bor? Prezident aytgan narsani o'qib chiqdingizmi? McKinsey hisobotimi? Ha. Nega ertaroq eslatmading, ha? Obbo. Og'zimni ochsam hididan o'lib qolasan. Bozor hisoboti. Umumlashtirish uchun ko'p vaqt ketadi. To'g'risini aytsam, oxirigacha o'qib chiqmadim. Tushunarli. Shunaqami? Vaqting yetmadimi deyman. Agar vaqting yetganida mana bu axlatni menga ko'rsatmagan bo'larding. To'g'rimi? Biror natijaga erishish uchun bor imkoniyatingni ishga sol.
Chunki har doim ham imkon berilavermaydi. Dada, albatta imkonni qo'ldan chiqarsang, o'zingga qiyin bo'ladi. Har bir ishing uchun o'zing javobgarsan. Buni yaxshi tushunasan-ku. Gaplarimni eslab qol. Adolat nima? Pak Changun. Men tayyornikidaman. Uy vazifasini o'sha yerga olib kelasan. Pulga arziydimi yo'qmi ko'ramiz. Voy yaramas. Ajoyibsan, Pak Changun. Li Sinchonni nega chaqirding? O'sha ahmoqni esini kiritib qo'ymoqchiman. Meni pullarimni oladi, lekin hurmat qilmaydi. Muxlisingiz ekanimni bilsangiz kerak. Bilaman. Taeyon, oyingni bugungi chiqishi senga yoqdimi? Yo'qdi. Faqat biroz cho'zilib ketibdi. Ozgina. Menga esa yoqdi. To'g'ri. Chalgan qismim biroz cho'zilgan. Balki o'zing nimadir chalib berarsan. Anchadan beri chalganingni eshitmagandim. Pianino chalishni yoqtirmayman. Nima ham qilardik? Pak Jivonni taniysanmi? Uni yana yonam deb ham chaqirishardi. Sen sulolasidan qaytayotganida buni men uchun olib kelgan. Tushunarli. Qani ko'raylik-chi. Nima? U menga yana mo'yqalam bergan. Shu yerda bo'lish kerak edi. Ha, mana ekan. Mana u bilan yonam Jihol kundaligini yozgan. Mana bunday qilib. Men bilan hazillashyapsizmi? U holda mana bu qoshiq haqiqiy oltindandir. Albatta oltindan. Uni 30,000 wonga olsang bo'ladi. Qo'ysangizchi, sof oltinni 30,000 wonga berasiz. Nega menga ishonmayapsanmi? Bu oddiy oltin qoshiq emas. Qara. Yaxshilab qara. Bu qoshiq seni boy qilishi mumkin. O'ylab ko'r. Nima? Ota-onangni almashtirishga rozi bo'lsang, boyib ketishingni imkoni bor. Ota-onamni almashtirsammi? Do'stingni uyiga bor. Shu qoshiqda 3 ta ovqatdan tanovul qil. Shunda u bilan hayotingni almashtira olasan. Uni ota-onasi seni ota-onangga aylanadi. Shu gapingizga ishonadi deb o'ylayapsizmi?